Omonxon haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Omonxon o'zbekistonlik mashhur bloger. Asl ismi ham Omonxon. Yoshligida ismi Jasur bo'lishni xohlagan. Uning akasi yoshligida ko'p kasal bo'lganligi uchun unga Omonxon deb ism qo'yishgan. YouTube faoliyatini boshlashiga sabab O'zbekistonda bunaqa kontentlar yo'q ekanligi bo'lgan. Birinchi yuklagan videolarini ko'p prosmotr oladi deb o'ylamagan. Hozirgi Omonxon YouTube kanali uning 4-YouTube kanali hisoblanadi. Karantin vaqtida Ahad Qayum YouTube kanalini yuritgan. O'shanda maqsadi 10 mingta obunachi yig'ish bo'lgan va 10 mingta obunachini 2 hafta ichida yig'ishga erishgan. Aynan o'sha kanalda YouTube bo'yicha tajribasini orttirgan. Omonxon 2004-yil 6-dekabrda tug'ilgan. 16 yoshdan buyon YouTube'da faoliyat olib boradi. YouTube'dagi faoliyatini aynan 2020-yil karantindan 1 oy o'tib boshlagan. Omonxon fikricha xatolar eng zo'r omad, chunki xatolar orqali ko'p narsani o'rganish mumkin. Aytgancha hozirda yangi Instagram akkaunt ochgan. Videolarni suratga olishda Muhammadjon nomli inson yordam beradi. Omonxon rossiyalik va ingliz blogerlardan ilhomlangan. Ahad Qayum studiyasidagi video hamda fotoapparatlardan foydalanishadi. Grand Mobile bu iOS va Androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib, unda siz har kim, masalan, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va Vigetta promokodini kiritib, 30 ming rubl o'yin valyutasini, 7 kunlik VIP hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling. Grand Mobile'ni qo'llab-quvvatlash uchun Play Market yoki App Store'dan ularga 5 baho beramiz. Rossiyalik Dima Maslennikovning ijodini sevib kuzatadi. Dima Maslennikov aynan uning videolariga ilhom bergan inson hisoblanadi. 2021-yil dekabr oyida kanal faoliyatini boshlagan. Avvalga musiqa va prikol videolar qo'yish bilan shug'ullangan. Keyinchalik aynan o'sha kontentlarni o'chirib tashlagan. 2022-yil bahor oylarida kanalda aktiv ko'tarilishni boshlagan. Qabristonga borib YouTube'ga yuklagan videolari Omonxonning karyerasiga birinchi qo'yilgan katta qadam bo'lgan. Morgga borib suratga olgan videolarini YouTube bloklab qo'ygan. Omonxon kanalida eng esda qolarli video hozircha Morgdagi Bekinmachoq nomli video hisoblanadi. Omonxon YouTube kanalida hozirda 670 mingdan ortiq obunachilar mavjud. Eng ko'p ko'rilgan klassik video 1 mingdan ortiq prosmotr olgan. Eng ko'p ko'rilgan shorts esa 8,5 milliondan ortiq ko'rishlar soniga ega. Omonxon juda emotsiyaga beriluvchan hisoblanadi. O'zini kadrda eng ko'p qo'rqadigan inson deb hisoblaydi. Yoshligida ham qorong'udan juda qo'rqqan. Omonxon kanal muvaffaqiyat sirini tezkor natija kutmaslikda deb hisoblaydi. Omonxon o'z jamoadoshlari bilan birinchi 30 ta videoni tanaffuslarsiz, ya'ni prosmotrlarga ham qaramasdan kanalga yuklaymiz deb kelishishgan. YouTube'ga yuklagan 30 ta videolaridan so'ng kanalda 300 mingdan ortiq obunachi yig'ishga erishgan. Butun dunyo darajasida kontent qilishni orzu qiladi. Bulardan biri Yaponiyadagi joniga qasd qiluvchilar o'rmoni hisoblanadi. Chet eldan asosan Mr. Beast'ni kuzatadi. O'zbekiston podkastlaridan esa Nima gap podkastini sevib tomosha qiladi. Umri davomida eng birinchi ko'rgan podkastlari Hay Mayli hamda BMP hisoblanadi. Asosiy daromadi reklama roliklardan. YouTube'da daromad qilishni esa kanalga videolar yuklagandan 1 yil o'tib boshlagan. Yoshligida onasi Omonxonni televizorda ko'rishni xohlagan. Aynan shu sabab ham Omonxon xalq ko'ziga ko'rinishga va mashhurlikka intiladi. Ammo TVdan ko'ra YouTube'ni afzal ko'radi. Omonxon aktyor ham hisoblanadi. Ko'plab kino va seriallarda rollar o'ynagan. Masalan, Voqea hamda Kundosh seriallarida rol o'ynagan. Eng birinchi asosiy rolini esa Nonko'r filmida boshlagan. Seriallarda 2020-yil va 2021-yillarda faol qatnashgan. Yangi yilga qadar 1 million obunachisini yig'ish niyatida. Katta maqsadi 10 million obunachi va shuncha obunachini 2 yil davomida yig'ishni rejalashtirmoqda. YouTube kanalida shorts videolarini qo'shib hisoblaganda jami 110 milliondan ortiq ko'rishlar soniga ega. Omonxon kanali boshida shortslar uchun ochilgan kanal bo'lgan. U yerda hayotiy videolar yuklab borilgan. Aslida bu videolar Instagram
Instagram uchun suratga olingan, YouTube'ga esa shunchaki yuklab borilgan. YouTube'da ishlashni boshlaganlarida o'z ofisida yashagan. O'sha vaqtlarda bir oyda atigi bir marotaba uyga borgan. Kontent qilib charchaganidan o'sha vaqtlarda hatto stulda ham uxlab qolgan. Omonxon ichqora insonlarni muvaffaqiyat bilan jazolash kerak degan fikrda. YouTube'da faoliyat boshlagani uchun Instagramda faoliyatini to'xtatgan. Moliyaviy masala sabab ham erta-yu kech o'zi uchun mehnat qilishga majbur bo'lgan. Omonxonning uydagilari unga ishonishadi. Hech qachon kech bo'lganda qayerdasan deb telefon qilishmagan. Maktabda hech kim bilan qalin munosabatlar qurmagan. Doim oxirgi partiyadan barchani kuzatib o'tirgan. Maktabga 16 yoshdan keyin deyarli bormagan ham. Buning sababi esa suratga olish ishlari hisoblanadi. Ofisda yashagan vaqtlari kun tartibi video syomka, ofis, video montaj, uyqu va shu holat har kuni takrorlangan. Hozirgacha juda yaqin do'stlari yo'q. Asosiy atrof muhiti o'zidan yoshi katta akalari va media sohasidagi tajribaga ega bo'lgan insonlar hisoblanadi. Omonxon familiyasi Axatov. Omonxon YouTube kanali 2021-yil 22 dekabr sanasida ochilgan. Har bir videosi uchun hozirda o'rtacha $700-800 xarajat qiladi. Omonxonning auditoriyasini asosan yoshlar tashkil qiladi. Omonxon videolarida asosan juda emotsional xarakteri bilan gavdalanadi. Aslanboy va Dalimjanov bilan birga quest o'ynab kontent qilishgan. Videolari mavzulari bir-birini takrorlamasligi bilan ajralib turadi. Videolari o'rtacha ko'rishlar soni 400 mingdan yuqori. Hozirda YouTube'da streamlar qilib turadi va unda asosan chat ruletkada o'tiradi. Yaqinda iPhone 15 Pro Max telefonini konkurs qilgan. YouTube'da 1000 obunachini yig'gan vaqtida ushbu hodisani juda esda qolarli qilib nishonlagan. Omonxon futbol o'ynashni yoqtiradi. Kontent uchun sochini kalga oldirish niyatida, ammo qancha pul taklif qilishsa ham sochini oldirmasligini aytgan. Eng sevimli taomi manti. Oshni ham sevib iste'mol qiladi. YouTube kanaliga xaridor chiqsa, sotishga qarshi emas, faqat $1 trillion berishsa sotadi. Kelajakda universitetda o'qish niyati yo'q. Omonxon universitet ta'limi to'langan kontrakt summasiga arzimaydi degan fikrda. 25 yoshiga qadar aniq uylanish niyatida. Omonxon hayoti juda pozitiv va quvnoq shaxs hisoblanadi. Pulni maqsad qilib qo'ymaslik kerak degan fikrda. Negativ kommentariyalarga munosabat bildirmaydi. O'z ishini juda ham sevadi. Do'stlar, keyingi 100 ta fakt kim haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta o'qib chiqaman. Hamda Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang. U yerda ham qiziq postlar joylab boraman va ushbu videoga like bosib, ushbu YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Rahmat.